Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaysizmi yoki shunday tanishingiz bormi? Unda bu video siz uchun. Hozir siz bilan butun respublikada muammo bo'layotgan soliq nizosi haqida gaplashamiz. Xo'sh, muammo nimada? Soliq kodeksining 378-moddasida agar ish haqi Xalq bankining pensiya hisob raqamiga o'tkazilsa, ya'ni INPSga pul o'tkazilsa, daromad solig'idan ozod etilishi belgilangan. Kodeksda bu imtiyozdan foydalanish uchun alohida shartlar mavjud emas. Ishlab turgan pensionerlar ushbu soliq imtiyozidan foydalanib, oyliklarini hammasini INPSga o'tkazgan hamda xazina ilovasi orqali ularni yechib olgan. 2026-yilga kelib soliq organlaridan bunday imtiyozdan foydalangan pensionerlarga xabarnomalar kela boshladi. Xabarnomalarda siz INPSga o'tkazgan pullarni 1 yil ichida yechib olgansiz. Marhamat qilib 12% deklaratsiya asosida soliq topshiring deyilgan. Bunga asos sifatida Moliya vazirligi hamda Soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan qo'shma qaror ko'rsatilgan. Bu talablar Soliq kodeksiga zid. Birinchidan, Soliq kodeksida jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqami bilan bog'liq soliq imtiyozlari haqida qo'shimcha shartlar mavjud emas. Ikkinchidan, Soliq kodeksining 3-moddasiga asosan Soliq kodeksida belgilangan huquqlarni cheklovchi yoki ulardan mahrum qiluvchi normativ-huquqiy hujjatlar Soliq kodeksiga zid hisoblanadi. Uchinchidan, Moliya vazirligini ham, Soliq qo'mitasini ham Soliq kodeksida belgilangan imtiyozlarni bekor qilish vakolati mavjud emas. To'rtinchidan, fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamlari to'g'risidagi qonun bo'yicha ushbu hisob raqamlaridan olingan daromadlar soliqdan ozod etilishi belgilab qo'yilgan. 5-dan, Soliq kodeksining 8-moddasiga asosan, ushbu kodeksda belgilanmagan tartibda soliqlarni undirish taqiqlanishi ko'rsatilgan. 6-dan, normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga asosan kodeks va qonunlar vazirlik va qo'mitalar qarorlaridan ustun turadi va o'rtada nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, qonunlar amal qilishi kerak. Agar siz ham shu muammoga duch kelgan bo'lsangiz, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Birinchidan, jam yillik deklaratsiyasini yubormang. Agar soliq organi xodimlari sizning kalitingiz bilan deklaratsiya topshirmoqchi bo'lsa, bunga qarshilik qiling. Ikkinchidan, sizga ortiqcha soliq summasi hisoblangan bo'lsa, fuqarolik sudlariga murojaat qiling. Videoni shunaqa muammosi borlarga yuborib qo'ying.